Yurt taraqqiyoti, iqtisodiy barqarorlik hamda aholi farovonligi bevosita xususiy sektorning rivoji bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatimizda tashkil etilgan yangi tizim asosida har yili 20 avgust tadbirkorlar kunida davlat rahbarining soha vakillari bilan ochiq muloqoti o'tkazilishi yuksak e'tibor va erkin iqtisodiy platformaning yaqqol namunasidir. Ana shu yuksak e'tirofning amaliy ifodasi sifatida kuni kecha Prezidentimiz farmoni hamda farmoyishiga ko'ra mamlakat iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, ishlab chiqarish va eksport quvvatlarini kengaytirish, investitsiyalarni jalb etish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga beqiyos hissa qo'shayotgan bir guruh tadbirkorlar davlatimizning yuksak mukofotlari va faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Korxonamizda 300 ga yaqin odam ishlaydi. Keyingi yillarda prezidentimiz tadbirkorlarga katta yo'l ochib berdi. Mana kreditlar masalasi, chetga chiqib kelish, tadbirkorlikka katta yo'limiz, imkoniyatlar ochildi. Yangi loyihalar bor. To'yga bordik, shartnomalarimiz qilgan Gazablokka 6 million dollarlik ushbu loyiha bo'yicha ishlayapmiz. Kamida bir 250-200 odam ishlaydi. Prezidentimiz mana shunday qo'llab turgan payti kambag'alchilik kamaytirishchi, shu bo'yicha bizlar ham birga o'zimiz hissamiz qo'shamiz shu sohada. Orqamizda prezident turibdi, ishonch bor. Har qanday muammoni, masalani yechilyapti. Biz bundan ham xursand bo'lib, shiddat bilan tadbirkorlikni rivojlantiramiz. Menga bergan mukofot bu ishonch, e'tirof. Prezidentimizga katta rahmat. Bu menga yana ham bu keyingi ishlarda ko'p imkoniyatlar, yana ham kuch-quvvat ko'paytirdi.